Assalomu alaykum. Men Avazbek Azamatович, Toshkent xalqaro ta'lim universiteti bitiruvchisi. Ayni paytda Anor International School o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosariman. Hozirgi kunda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosariman. Asosiy vazifalarim o'quv materiallarini, ya'ni o'quv jarayonlarining sifatini monitoringini oshirish, o'qituvchilarni biriktirish va asosiy ko'nikmalari esa o'quv rejalarini rivojlantirishga bog'liq bo'ladi. Chunki ta'lim yo'nalishi hozirgi globallashuv davrida ta'lim jarayonlarini boshqarishda va ularning ko'nikmalarini oshirishda yordam berganligi sababli men xuddi shu sohani, ta'lim yo'nalishi va IT sohasiga qiziqqanman. Ayni paytda shu universitetdan olgan bilimlarim bilan jamiyatga kerakli kadrlarni yetishtirib chiqishga yordam berib kelmoqdaman. Hozirgi globallashuv davrida ta'limni rivojlantirishga katta imkoniyatlar qaratib berilmoqda. Olgan bilimlarim, universitetdan erishgan yutuqlarim orqali ushbu yo'nalishlarga bor bilim saviyamni safarbar qilib kelmoqdaman. Yosh avlodga hozirgi kelajakdagi globallashuv rivojlanish davriga bu ham turtki bo'lib kelmoqda. Ta'lim muassasalarini boshqarish, rejalashtirish, o'quv materiallari bilan ishlash va ularni tahlil qilish orqali o'rgangan bilimlarim hozirgi kunda o'z ish faoliyatimni olib borishimga yordam berib kelmoqda. Ushbu universitetdan o'rgangan bilimlarim shu qatori muloqot madaniyati, jamoa bilan ishlash, jamoani to'g'ri boshqarish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ko'nikmalar hisoblanadi. Zamonaviy boshqaruvda qog'ozbozlikdan chekinib raqamlashtirishga o'tilgan zamonda ushbu universitet orqali hozirgi kunda o'qituvchilarim va o'quvchilarimizni raqamlashtirdik va ish rejalarimizni ham raqamlashtirishga muvaffaqiyatli bo'ldi. Universitetdan keyin kasbiy rivojlanishga bo'lgan ishtiyoqim va karyeramga bo'lgan qiziqishim yanada oshdi va universitetning magistratura bosqichiga o'qishga qabul qilindim. Ayni paytda magistratura bosqichini bitirib, O'zbekiston Prezident akademiyasiga malaka oshirish kursida o'qidim va zaxira kadrlariga qabul qilindim. Ushbu universitet meni karyeramga katta ta'sir ko'rsatdi. Ushbu universitetni bitirmasdan turib ish topdim. Sababi ushbu universitetdan olgan bilimlarim orqali ish topish muammo bo'lmadi. Sababi ushbu bilimlarim orqali barcha ish topuvchilar, ya'ni ish beruvchilar tomonidan takliflar tushdi. Hozirgi ish beruvchilar yosh kadrlardan nimalarni talab qilishadi? Birinchi navbatda mas'uliyatlilikni, tashabbuskorlikni, eng asosiysi zamon bilan hamnafas bo'lgan kadrlarni qidirishadi. Ayni paytda raqamlashtirish texnologiyalarini ham bilgan kadrlar shu misolda qator topadi. Abituriyentlarga shuni maslahat qilmoqchimanki, universitet tanlash emas, sifatli ta'lim tanlash kerak. Universitet xoh bilimi zo'r bersin, xoh qimmat bo'lsin, lekin sifatli ta'lim bermasa, siz hech narsa erisha olmaysiz. Toshkent International University of Education, Toshkent xalqaro ta'lim universitetida siz o'z karyerangizni qurasiz va zamonaviy kadr bo'lib yetasiz. Eng asosiysi Angliyadan kelayotgan OTChim diplomlari orqali zamonaviy boshqaruvga erishasiz.